Davosiz dardlaringga doru darmoning erur Qur'on. Balo ofatga qarshi yaxshi qalqoning erur Qur'on. Davosiz dardlaringga doru darmoning erur Qur'on. Balo ofatga qarshi yaxshi qalqoning erur Qur'on. Shayotin sharridan asravchi qo'rg'oning erur Qur'on. Qur'oni Karim hofizlarni 3-marta bitirish va dasturbandi marosimi ma'naviyat, safolik va kalomulloh majidiga to'lgan bir muhitda bugun 14/4/9/11 sanasida Taxor viloyati Xo'jag'or tumani Hazorbog'da joylashgan Abu Zar G'afforiy Dorul Hifoz O'rta Hazorbog' Dorul Ulum madrasasiga tegishli bo'lgan ushbu O'rta Hazorbog' Dorul Ulum madrasasiga bayram bo'lib, ushbu bayram IDF xayriya tomonidan olinib, Qur'oni Karim hofizlarining 3-marotaba bitirish va dasturbandi marosimi tantanali ravishda o'tkazildi. Ushbu marosim keng xalq omasi, olimlar va yoshlar qatnashganida jamiyatning Qur'oni Karim bilan bo'lgan mustahkam bog'liqligini namoyon etdi. Bu muborak marosimda taniqli olimlar, qishloq oqsoqollari, madaniyat aholilari, davlat idora va vakillari, yoshlar va mahalliy aholi faol ishtirok etdilar va o'z qatnashuvlari bilan marosimga alohida fayz va ravnaq baxsh etdilar. Mo'min inson bulkul ilmga to'ymaydi. Mo'min inson yaxshi gapga, yaxshi jalsaga to'ymaydi deydi. Siz biz boyat mana shunday jalsani ta'qib qilsam, xasta bo'lmasan Mavlosi gaplaydi. Boyat siz biz mana shunday jalsani har joyga yeshitib borsa, hadafimiz non bo'lmasa, hadafimiz din bo'lsa, hadafimiz Allah bo'lsa, Allohning gapi bo'lsa, Allohning payg'ambarini ibodat tariqasiga zindalik qilay deb, mana shunday siz bizning yaqinimiz bo'lsa, ixlosimiz bo'lsa, inshaalloh kamyobliq bor. Marosim kalomulloh majiddan ruh baxsh oyatlar tilovati bilan boshlandi. Shundan so'ng so'zga chiqqan nutqlar Qur'oni Karimni yod olishning faziliyati, hofizlarning mas'uliyati hamda diniy maktablarning sog'lom jamiyatni barpo etishidagi o'rni haqida qimmatli fikr va mulohazalar bildirdilar. در تلاوت یعنی کوشان باشد، در یادگیری معانی و مفاهیم قرآنی علاقمند باشد. چون که اگر قرآن مانند شتر بسته گریدهایی که در یک جا در قبل و قید باشد، هر لحظه تلاش میکنه که پایش رها شود و بگریزد. قرآن هم چنین است. Bu farog'at davrida 16 kishi yosh va o'smir Qur'oni Karimni to'liq yod qilish baxtiga muyassar bo'lib, faxr bilan bitiruv va dasturini boshlariga qo'ydilar. بعد از اینکه حافظ شد، بعد از حافظیدن قرآن ترجمه شد بخوانم، کتابای دینی بخوانم، کتابای علوم عصری، علوم دینی عصری حافظ شد بخوانم. Ayni damda Abu Zar G'afforiy Dorul Hifozning mas'uli va asoschisi Alhoj Qori Ne'matulloh Sattorning madrasa faoliyati va talabalarga oid fikrlarini tinglaymiz. Alhamdulillah faoliyatimiz yaxshi, shogirdlardan biz rozimiz. Oyanda inshaalloh umidimiz shuki Xudovand taolo bularni oyanda vatanga bir xizmatkor qaytarsin va bularni xodimi din, xodimi vatan qaytarsin. Xostimiz hukumat amorat islomidan meni xostim shuki madrasalarga hamkor bo'lsa va maosh iosha bersa va ustozlarga maosh bersa, yaxshi inshaalloh tarbiya avlod mardum tarbiya yaxshi avlod tarbiya bo'ladi. Qori Ne'matulloh Sattori o'z nutqida hukumatdan diniy maktablarga har tomonlama yordam ko'rsatishni so'radi. Hamda Qur'on maktablari ustozlari uchun munazzam va rasmiy maosh belgilashini ta'kidlaydi. Toki ular xotirjamlik bilan Qur'on parvar avlodini tarbiyalashda davom etsinlar. Bugun farog'at sharifga sazovor bo'lgan Qur'oni Karim hofizlari ham o'z fikrlarini biz bilan bo'lishdilar. Hofizlar Qur'oni eslash yo'lining oxiri emasligini ta'kidlab shunday dedilar. Madrasamiz Hazrat Abu Zar G'afforiy ishdan farog' bo'ldik va biz ko'p xushhalbizki bugun dastur fazilatni kallamizga o'radik. Ham diyorlarimizdan va boshqa algilarimizdan shilki xohishimiz
bugun dastur bayladi, boyat o'qib darsni olib ketsa. Biz bundan da inshaalloh darsda idoma beramiz, to'yinki tavanimiz bor, boyat dars o'qisa. Qur'oni Karim eslaganlar uni doimo tilovat, takror va amal bilan tirik saqlashlari kerak, toki bu ilohiy amonat unutilib ketmasin. Yoshlar Abu Zar G'afforiy Dorul Hifozi 3-marotaba Qur'on hofizlarini bitirishayotganidan quvonch ekanliklarini bildirdilar va shunday dedilar: Bugun alhamdulillah dasturbandiy edi degan bir ko'p joyi katta iftixor, ko'p joyi katta xursandlik. Taqriban davri farog'at segundirki bega tashkil olindi. Alhamdulillah hamma mardum xushalik qildi va mayda Hazarboqdan maydasidan to kattasiga davr alhamdulillah ko'p bir yaxshilik bilan o'tdi. Hamma mardum bir xushalik qildi bunday madrasadan. Qur'oni Karim Tangri Taolo so'zidir. U osmoniy kitoblardan biridir va unga xizmat qilish din jamiyatga xizmat qilishdir. Xususan bu Dorul Hifoz shoxi shu Dorul Ulumda mudiri madrasa va ustozoni madrasa, xususan talaboy madrasa va bil xusus tamom millati bu Hazarboqqa o'z dilimdan tabrik va tahniyat arz etaman. Xususan uzoq va yaqindan kelgan mehmonlarda har qadam va har ranjalariga Alloh taolodan ko'pdan ko'p ajr azim talab qilamiz. Alloh taolo ularda zahmatlarini qabul qilib va har qadamlarga ajr bepoyon nasib qilsin. Ko'pdan ko'p tashakkurlik qilamiz tamom aqvom va tamom tulabo va tamom ulamolardan, xususan mehmonlar giromiy uzoq yaqindan kelishibdi. Ko'p bizni mahfilimizni ko'p bir munavvar qildi, ko'p bir qashang qildi. Va biz ham az jumla ulamo va tulaboi baynalmillalga shamol qildi. Shuningdek, Hazarboq qishlog'i yoshlari va aholisi uzoq yaqin hududlardan kelgan mehmonlarni samimiyat bilan kutib olib, ularga xush kelibsiz aytdilar. Xayriddin xodim ushbu bayramdan guzarish beradi. Taxor viloyatining Xo'jag'or tumanida Hazarboq qishlog'ida katta dastur fazilat bo'lib o'tdi. Albatta, madrasaning ismi Dorul Hifoz Abu Zar G'afforiy shoxi Dorul Ulum markaziy Hazarboqda. Bu mahfilda 16 kishi hofizi Qur'on bo'lib va dastur fazilatni bayladi. Bu mahfilda buyuk olimlarimiz hamda qori sohiblar va katta shoirlarimiz bir she'r o'qib mahfilda juda go'zal qilib o'tdi. Albatta bu katta mahfilda Taxor viloyatining 16 ulusvolligidan hamda Kunduz viloyatining Darcha tumanlaridan mehmonlar kelganida juda ko'p xursand bo'lib, xursandlik bilan o'tdi. Abu Zar G'afforiy Dorul Hifozning dasturbandi marosimi yana bir bor Qur'oni Karim jamiyatimizda birlik, tarbiya va yosh bolalar uyg'onishining asosiy markazi ekanini ko'rsatadi. Bu yo'l olimlar va fidoyiligi va xalq qo'llab-quvvatlashi bilan davom etdi. Boskort studio Enomullo Elyor. Qur'on shayoti sharridan asrovchi qo'rg'oning erur Qur'on yiqilmas bir siyonchi ham nigahboning erur Qur'on uzilmas urvatul vusqa va arqoning erur Qur'on kalomi xoliq Razzaq Rahmoning erur Qur'on uzilmas urvatul vusqa